Mana aka og'iri bilan. Unga og'iri, bunga og'iri. Oilamizni bankrot qilasiz-ku. Assalomu alaykum aka, kartochka bormi? Ha? Yo, kartochka yo'q lekin. Mana bu tennis koptok. Men bilan tarvuz. Men bu uzum. Kartochka yo'q lekin. Ha? Mayda pullarni ajratyapsiz, tinchlikmi? Ha, aravaga, parkovkaga. Ha, nos bilan sigaretga ajratayotganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz. Qani tezda bering. 10 minglik piyoz berib yuboring. Aha, bo'ldi. 13 minglik bo'pti, shuni 15 qilib yuboring-a. Ha, mayli. Qarang, 17 minglik bo'pti-da, tek 20 minglik qilib bera qolaylik. Maylimi? Xo'p. Qarang, bir qop bo'lib ketdi-da. Aravadamiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Voy, как раз kelib qolding. Machirganlarni olib qo'ygandim. Menga qarab pochchang ko'rmasin. Bundan ham avval bor, tez bor. Amakim o'g'limi kakras mamtaga eskirganlarni berib yuborsam bo'lar ekan-a? Voy, dadasi, bu yoqda eskirgan chiriganlar yo'q, hammasi sotiladigan pulga. Aytgancha onasi uyga produkta kerakmidi? Ha. Shu yerdan ola qolamiz, tayyor. Yo'q, bu yerdan nima qilasiz? Chiqishda olamiz. O'zimizda qimmat-ku, qiziqmisiz? Hey, hozir kelaman. Ha, endi qayerga ketyapsiz shu o'rtasida? Quvonchga. Voy, ozgina sabr qiling, dadasi. Jinnimisan, qanaqa sabr qiladi? Ha, bo'pti. Mana buni oling unda. G'alati emasmi? O'sha yerdagi musulga tashlab o'tib ketasiz, qiziqmisiz? Tavba qildim, gapingizni qarang. Dadasi tayyor. Oching. Yo'q, uyalaman. Boshqa bironta mesestra chaqirsak bo'lmaydimi? Mendan uyalasi boshqaga ko'rsatasizmi? Qani tez bo'ling. Anaqa qatta o'qiganman deganding. Ha, 3 oylik kursda, zauchniy. Xavotir olmang, men ukol qilishni bilaman. Почти. Почти? Aytgancha, siz boya menga jahl qilib gapirdingizmi? Senga yo sizga gapirmadim. Kelin, davleniyam o'lchab qo'ying. Xo'p bo'ladi, 20 ming bo'ladi oyijon. Nima? Voy, uzr, o'rganib qolmanda. Kelin, yaxshi ekanman. Endi nima qilishim kerak? Voy, sizga umuman asabiylash mumkin emas, oyijon. Uylar ivirsib tursa ham, kirlar yuvilmasa ham, ovqatlar kechga qolib ketsa ham, umuman asabiylashmang. Xo'p. Dadasi, bozorga olib keladiganlaringizni ro'yxatini yozdim. Nima bu? Men xitoycha tushunmayman. Voy, bu xitoycha emas bu. Mana kartoshka, sabzi, piyoz, guruch, pampers ham yozganman. Shu pampersmi? Mana shu bitta chiziq pampersmi? Kelin, qo'lingizdan bir achchiqqina mastava ichaylik. Siz avval men bergan dorilarni iching, ular ham achchiqqina, oyijon. Uni buni qo'ying, dadasi. Haligi cherepnim ko'tarilib ketgandan keyin hech o'zimga kela olmayapman. Magniy kalsiyni birlashtirib ichadigan bo'lsa, mana o'z soch tomirlarim kapsulalariga ham ancha foydasi bo'ladi. Temir yetishmayapti. O'zbekcha gapi? Go'shtlik yeb turay, maylimi? Hay, opa, to'xtang, siz kimga ekan? Ha, kelin, o'zim uyimga kirsam maylimi? Uzr, oyijon, yana o'rganib qolibman-da.